Navbatdagi savol. Ustoz, meva sabzavot hosili ko'p bo'lganda buning sababi ob-havo yaxshi kelganidan desa shirk bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Yo, buni sabab o'laroq aytsa, mo'min odam albatta buni sababi nima? Ob-havo yaxshi keldi, ofatlar bo'lmadi, suvlar yaxshi mo'l-ko'l bo'ldi, issiq yaxshi bo'ldi, yerni chuqur-chuqur haydadik, mehnatni vaqtida qildik, doriladik. Mana shundan bo'ldi, Alloh berdi degan niyatda aytadi-da. Endi bu qildik, Alloh bersa bermasa mana shu bo'ladi deb bir dahriy odamning gapini gapirmaydi-yu mo'min odam. Masalan aytadiki, bu bahor hamma joyda ko'kalamzorga aylantirdi deydi mo'min odam. Bunda mo'minning qalbida bo'lsa borki, bahorda Alloh ko'kartirdi degani. Va mana bu narsalar sabablarga bog'lashdi, uni orqasida baribir Alloh taolo qilganligi mo'min kishining qalbida bor narsa bu. Shuning uchun bu sabablarga bog'lab aytishda zarari yo'q narsa. Bu orqasida Alloh yaratayotganligini, Alloh baraka berayotganligini mo'min odam e'tiqod qiladi baribir. Agar e'tiqodi shunday to'g'ri bo'lsa, hech qanday zarari yo'q bunday deyishini. Bizni doim qoralab gapirgan joyimiz o'sha e'tiqodi tomoniga aytamiz. Sabablarga suyanib qolib turib, e'tiqodi Allohdan burilib, sababga burilib qolsa, mana bu narsa inson shirk asg'ar tomoniga o'tib ketib qolgan bo'ladi. Ba'zan bu shirk asg'ar uni olib borib shirk akbarga ham kirgizib ketayotgan holatlari bo'ladi. Buni o'zini holati bor tushunadigan. Shuning uchun hamma narsani shirkka yuvib tashlaverilmaydi. Mo'min odam masalan aytadi, men dorini ichkin senga yaxshi bo'ladi deydi masalan. Dori ichuvdim, yaxshi bo'ldim deydi misol. O'sha dori ichuvdim, yaxshi bo'ldim degani dori ichdim va shu sababdan Alloh menga shifo berdi degan tushuncha yotadi mo'minning qalbida baribir. Agar yo'q qalbida u tushuncha bo'lmasa, bu noto'g'ri gap bu. Tushunarlimi? Allohu a'lam.